Ben ana bilmeyi hayvan! Voy. Kim o? Men dostun Rabiyem. Ha, Rabiyemsen. Qandaq ahvalın adaş? Ahvalım yaxshi. Qara adaş, bu er-xotinlar arasidagi ish bo'g'ashqa o'tganda sana gap qilmagan edim. Endi sening yana davomli xo'rinishingga zodi taqat qilib turamadim. Shunga bugun kech soat 9:20 atrofida bizning mehmonxonaga kel. Sana bir fursat yaratib beray. Eringning san qilgan vafosizligini o'z ko'zing bilan ko'r. Nim deydigansan? Bu gap to'g'risi. Nuriman, benim hakkım, cefakeş hayalım. Ben sana vefasızlık kıldım. Beni getirgin, ben azgın, vafalı cefa kıldım. Ben adimi hayvan, ben adimi hayvan! Kerim Hoşu, 30 yaş. Eğer o Avantgard partisiklatı'nın mokum işçisi bulup, ma'lum bir kuni cemiyetteki alıkap ağınları bilen arak içip,
egir mas holda ish o'rniga kelgan. Paxt ishlar atrofida har qanday yiqilg'iga oid narsani atkirishga bo'lmaydiganligini bilib turib, qarovulning to'sishi bo'lmay tamoq chekib, hamda tamoq qoldig'ini tashlab, paxt zavodiga o't ketish voqeasini keltirib chiqarib, davlatga egir iqtisodiy ziyon solgan. Sud mahkamamiz Kerim O'shurning bu jinoyat uchun munosabatlik tarmoq moddalarga asosan 8 yillik qamoq jazosi hukm qildi. Kerem. Adaş, sen mi geldin mi? Adaş, bu uşaq balalarım bilen ben kandak mı kılamen? Ben kandak mı kılamen Adaş? Boyağınızı eğlen. Yolunuzı yerim kılmam. Boladigan iş bo'ldi. Her ikisi yolunuzı yerim kılmam. Yolunuzı yerim kılmam. Tutun bu yerda uçqaş o'g'ilmabdi degan gap bor. El jamoat, mana biz qo'lim qo'shna bor. Chiroyingizni hergiz sarg'aytmaymiz. To'g'ri. Har qanday ish bo'lsa biz qo'lim qo'shna. Sizga rahmat Ahmet aka. Elimi siladek yaxshi qo'shnilarim bo'lib qoldi ekan. O'zingizni ayang, ha? Men bu yerga keldim. Mayli. Uyga bermay. Yuramiz. Mayli. Qo'shamiz. Shuni demam bilan. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lash bilan hech qanday ish hal bo'lmaydi. Bo'ldi, yig'lama. Ko'nglingni buzma do'stim. Uşaq balalarını o'ylag'in, qizim. Qani, ichga kiraylik. O'zingni asrag'in do'stim. Qani, choy ichchi. Buningda og'ash o'tiradi. Bo'ldi, yig'lamag'in. Ko'nglingni yerim qilma do'stim. Yig'lash bilan hech qanday ishni hal qilib bo'lmaydi. Sening bilan ko'rishmagilmi xili uzun bo'pti. Bugun boshqalardan Nurimanning yo'ldoshiga kesim e'lon qildi ekan deb anglab, atdigandalik kelgan edim adash. Ko'nila hamma bola qazoning ochqichi haroq debdi ekan. Qanday qilib bu haroq kechki taqdiring bog'lanib qolgandi, jinim do'stim. O'qiyotgan chog'laringda meni yigitlarning havsini keltirgidek, meni qizlarning hastini qo'zg'ig'idek qiz eding, jinim do'stim. Kerim azaldalla haroq ichmaydi, tamoq chekmaydi. Uni bir qancha alqanat og'inalari yo'ldan chiqardi. Keyin haroq ichadigan, tamoq chekadigan bo'lib oldi. Endi buningdan keyin qanday qilay deysan? Bolalaring tek kichikkan. Oldimda ikkili yo'l bor. Biri uyma-uy, ko'chima-ko'cha yurib tilamchilik qilish. Yana biri narsadalarim uchun jon tikib ishlash. Lekin birinchi yo'lga o'lsammi kirmayman. O'qiyotgan chog'laringdami hech kimga bo'yin qismaydigan, boshqalarga yolurmaydigan, og'zingda lipmili qon bo'lsa-mu, dushmaningning oldida tukirmaydigan, jafoga chidaydigan, g'ururliq, vijdonli qiz eding, jinim do'stim. Qani, choy ichga o'tir. Haras, sen hozir nima ishlayapsan? Ha? İş o'rnimni so'rayapsan. Esingdami? Ikkimiz o'tir maktabni bitirgandan keyin sen dadang kasal bo'lg'achqa dadangning yiniga ketib qolgan eding. Meni tag'am yo'l menga to'qimchilik fabrikasiga o'rlashtirib qo'ygan edi. Men shu yerda bir texnik bilan to'y qildim. Har ikkimiz shu yerda ishlaymiz. Uyimizmi zavodning ichida. Turmushimizmi nihoyat ko'ngillik. Her halda xil xotirjam degini. Balang bormi?
Bir oğlum var. Bu yıl 5 yaşga kirdi. Biz bir sınıfta o'qigan do'stlardan 10 nechimiz shu yerda turamiz. Seni davomli eslab gapingni qilib tursaqmi? Sening bilan hech ko'rishib bo'lamidik. Ko'nglingni yerim qilma. Bundan keyin seni yo'qlab turamiz. Biz endi uchrashdik. Bundan keyin hargiz yolg'izlik his qilmaysan. Rahmat sana. Vaqting bo'lsa pat-pat kelib turasan. Endi kerim turmadi. Men uşaq balalarım bilan yolg'izlik qoldim. Mening ishim aldirashdi. Sening bilan ko'rishib bo'ldim. Bundan keyin seni pat-pat yo'qlab kelaman. Ko'nglingni yerim qilma. O'zingni asrag'in do'stim. Mangam sal. Men qaytay. Duo qiltayini. Allohu akbar. Yana vaqting bo'lsa, bizning uyga qolamiz deb turgan. Men mangay. Nurima. Siz meni Göhürüm. Göhürimizni Toshqo'rdigan chaqlarimiz mı bo'larmi? Ay qaram. Ay mağa guvoh. Men abidil abad Göhürümni bağrımda saqlayman. Man qarang Göhürüm. Aytiq sizdan sizchu deb so'rayotdim. Ayg'ı deb qo'ying. Mening vafo rishtim aqidaga aylangan. Rasman. Omah balam. Dadaq balam. Apa? Oy. Qarang balam. Dadangiz keldi. Yaxshi turgansiz. Saykik tatlanmaga keldim. Akilib qoldim alay. Qaytib keldingiz. Qarang. Charchagansiz. Sizning oyig'ingizni yarashib idorada texnik mukofot pul taqibdi. Nədikiri? Həmidən bəkirək yaraşqını qızımız Minəvərdi. Ras qızım Minəvərnin oyig'imi bək yaraşdı. Munanayning oyig'i bək yaraşdı. Munanay, 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 munanay. Obdan qizim, tamog'ingizni yeb bo'lib, ukingizga obdara qarab turing. Men sirtqa chiqib ish izlab boqay, ha? Ukingiz yig'lab kelsa, potolkadagi sutni berib turing, ha? Oy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz musho'rining xo'jayini bo'lamsiz? Shundoq. Bir ishingiz bor o'xshamamdi. Men ish izlab kelgan. Men qig'idak bir ish bormidi? Sizga bu yerda qig'idak hech qanday ish yo'q. Odamlarimizmi to'liq. Kirqatlarni yuvib bersami maylidi? Kirqatlarni o'zimizning kiralg'usi bor. Biz shuni yuymiz.
Hey, sana, bu yoqqa keling. Siz qarag'anda siz ko'p jafo tortgandek tursiz. Agar xohlasangiz oshxonalarga yoki bo'lmasa eng yaxshi oliy maktablarga borsangiz siz qilg'idek ishlarni tepilib qoladi. Rahmat sizga. Oliy maktab o'quvchilarining ko'pinchisi kirqatlarini kirjush o'rinlarga olib beradi ekan. Siz shu o'rinlardan jush bahosini belib olib, o'quvchilarning kiyim-kechaklarini ulardan azaroq yuvib bersangiz, balki turmushingizdagi qiyinchiliklar bir oz yengillab qolsa ajab emas. Rahmat. Yo'l ko'rsatganlarga ko'p rahmat. Men Ansbek baqay. Xo'shamsa. Bo'ldi qila. Yaxshimisiz? Biror ishingiz bormi? Uyda kirqatlaringiz bo'lsa yuvib beraymikin deb keldim. Salohiyatgoningiz bormi? Ko'rib boqay. Mana. Appa, jiydigan kir bormi? Kir jiydigan ayol kelibdi. Ozroq bordi. Salohiyatgonimiz bormi ekan? Diqqat qil. Oldamchi bo'lib qolmasa yana. Pakizarek yonjimi? Boldiroq akab berasiz. Bo'ladi. Salohiyatgonimiz bizni qolsin. Hozir qadamlarga ishengil olmaydi. Adil akab beraman. Adam bormi? Kim o?
Qani kiranglar. Bu yoqqa kelib o'tiringlar. Qani Teştiriplar. Nuriman, bu aylık su tok, axlat pullarını töleversangiz bo'pti. qancha pul? Hammasi 95 yuan bo'pti. Nemancha jiq? Tok su soati bo'yicha yozgan bo'lsak, uningdimi jiq bo'lib ketadi. Mahal mudiri sizning qiyinchiligingizni ko'z tutib, pulning yerimini ko'tiribdi. Ko'tirayotgan qismini mahaldagilarga chechivatdiq. Ma'qul, chiqib beray. Mana. Sana verin. To'liq ekan. Mal qo'l qo'yibdan. Aql. Amsi biz chiqaylik. Chiqamsizlar. Ma'qul amsa. Xo'sh. Ma'qul. Uzatmadim amsa. Apa qizim, ular amdi bir oygacha pul deb kirmaydi. O'ng'ich men ishlab, jiq pul topaman. Sizlarni hargiz osh qo'ymayman, oppan qizim. Xotirjam bo'linglar, ha? Chiroyli qizim. Yaxshimisiz, xonim? Men kiyimlarni keldim. Bu kiyimlarni tekshirib olaylik. Yey, mana demadimmi? Bu haqda ishonch yo'q deb. Mushundaqmi kirjamsiz? Bu degan shipin ko'ynak tursa, mushundaqmi jug'an bormi? Qarang, o'rilib ketibdi. Xafa bo'lmang-da. Qizingiz bergandala mushundaq kentoq. Mana yo'pkamning qatligi so'kilib ketibdi emasmi? Mushundaqmi ish qilgan bormi? O'zining bo'lmagan ekan, mushundaq qiladi-da. Sog'lim, so'kilib ketgan bo'lsa, men chondirmay tikib beray. Akila, buni sen qilmaysan. Bunicha mashinada tikkan, xohlagancha tikilib olmaydi. Yey, maningga qaranglar. Yey, ma yo'pkunicha texi. Mushunda qo'lingning uchidan ish qilsang, kim o'sanga kir yug'izdi? Nimaga mehnat yo'g'an? Sizlarga ish haqimni berish tasgagan bo'lsa, amsi men ketib qolay. Qara, bu sayroqlikning qilgan ishiga. Salohiyat guvohnomamni qo'yib berasizlar. O, shnadati unimisi. Mana ala. Mushundaq kirjuydigan bo'lsang, hech kim seni ishlatmaydi. Tezroq chiqib ket. Boldiroq bilgan bo'lsam, hargizmi yug'izmas ekanman. Men sizlarni hayonimizni biladigan bilimli oila deb o'ylab qopti ekanman. Bo'ldi. Ish haqimni sizlarga sadaqa qilib etay. Qandoq degan bir nima bu? Kerem. Boshliq, Keremning ayoli Nuriman uni yo'qlab kelibdi. Kirsinmi? Kirsin. Kiring. Rahmat sizga. Kiring. Yaxshimisiz, boshliq? Yaxshimisiz? Keling. Yo'lchim Kerimni yo'qlab kelgandim. Kerimni yo'qlab keldingizmi? Shundaq, uning bilan ko'rishsam bo'ladimi? Kerimni boshlab kel. Ma'qul. Kiringlar. Kerim. Qanaqa ahvolingiz?
Yaxshi turvatamsiz. Yaxshi. O'rg'lab qopsiz. Qiynaldingizmi? Yo'q. Yaxshi turvaman. Yaxshi. O'zingiz-chi. Tezroq qaralishinglar, ha? Ma'qul. Ahvolingiz yaxshidir. Yaxshi. 2 haftadan beri xizmat izlash bilan bo'lib ketib, sizni yo'qlab kelamadim. Meni kechiring. Yo'q, Nuriman, undaq dema. Hali muhabbatda bir degudak. Yaxshi tomoq, kiyim-kechak akilib yo'qlab turyapsiz-ku. Shunga mening ko'nglim to'q. Yuragim putur, turmushim xotirjam turyapman. Lekin siz menda xotirjam bo'ling. Bolalarimizni yaga qaratmadim. Har kuni kechda uchimiz sizning gaplaringizni qilib, qachonlarda uxlab qolganligimizni to'ymayli qilamiz. Nurima, sizni chapada qo'ydim. Bolalarimning sizning ajr saxovatlaringizni qaytirgan kunlarmi bo'lib qolar? Men sizga yuz kelmayman. Undaq demang, Kerim. Xuddi yot odamlardek gap qilyapsiz-ku. Biz degan bir oila kishilari tursak, nimalarni deyapsiz? Shundaqdimi yuz kelmayman. Kerim, men qarang. Siz go'shtnon bilan palov shundoq amroq-ku. Bugun siz bilan ko'rishadigan bo'lg'ashqa. Siz eng yaxshi ko'radigan tomoqlarning hammasini sizga atab akeldim. Rahmat. Qarang, alqonlaringizga. Ne bo'lib ketdi? Xuddi oq baxtadek etilib ketibdi. Sizga kirishdi. Boshqa ishlar tepilmasmi? Kerim, ko'nglimizni buzma. Bunday qilsangiz, men pek beram bo'lib ketman. Nuriman, necha oyda bir haqiqatim kelsangiz bo'ladi. Bundaq har kunda bir kelib, meni yo'qlamaysiz. Sizga mu javob bo'ladi ekan. Uning ustiga uşaq bolalar uyning ishlari sizning zimmangizda tursa, uning sizmi minutlarni sanab o'tkazayotganligingiz menga ayon. Uning ustiga qatmuqat besib sizni yiqitib qo'ymasin deb ansirayman. Xotirjam bo'ling. Tangrim narsida ikki qizimizni o'yladimu. Hozirgacha hech qanday kasal bo'lib qolmadim. Mendan ansirma. Vaqt to'shdi. To'xtab turing. Ma'qul. Kerim. Buni elib eling. Rahbarlarning so'zini anglab, balduroq uyga qaytishingizni umid qilaman. Cho'qim baldur uyga qaytdim. Ma'qul. Yuring. Xo'sh. Hey, Nuriman. To'xtab turing. Rabiyan. Qandaqroq ahvoling? Yaxshimisan? Uyey, bir oy ko'msam, shunchalar o'zgarib ketibsan-ku. Yaqay, g'arg'iliq yetgan o'xshaydi. Kasal bo'lib qolgansan-a? Yo'q. Turmush so'riqchiligi bo'lmadi. Ishlarning uylariga berib, yo'yadiganga kirqatlarni yig'ib-o'taman. Bakmi tas ish qilibsan. Suv degan odamning so'q angizini oshiribdi-da. O'zingni asirg'in. Biroq menga bundan boshqa ish tepilmasa, bundaq o'zingni o'pirtib chapataqcha, bundan osonroq kuching tushliq oshxona, do'kon yoki restoran degandek yerlarda ishlasang bo'lmasmidi? U deganingga to'g'ri adash. Biroq bolalarimni kim beqib berdi? Bolalarim kichik tursa, uning ustiga u o'g'illarning oyda beradigan 2-300 so'm puli bizga qanday yetadi? Sosiypazlik oqidigan hunar ekan, shuni qitaqamsan-ya. Burun menmi o'ylagan, biroq o'zim yolg'iz yetishmaydi ekanman. Boshqa bir odamni ish o'tay desam, to'g'ri chiqish qilolmasmanmikin deb o'yladim. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Men tijorat kinishga solmoqchidim. Nimaga tunishtirmoqchisiz? O'pkisib qo'yib sotmoqchidim. Eshingizni saqlab turing-a? Ma'qul.
Rahmat sizga. Naqlansa xo'sh. Namangayamsa xo'sh. Rahmat sizga. Yaxshimisiz boshliq? Oy, sizkensiz-g'o. Ismingiz Nuriman-g'o deymi? Siz qanday bilasiz? O'tganda bizning uydagilarning kirqatlarini yuvib berib ekansiz. Qizim bilan ayolimning til ahonatiga uchrabsiz. Yo'qsa, men o ishlarni unutib ketdim. Biz boshqalarga hojatman bo'lg'ashqa kishilarning har xil muomalasiga uchraydi ekanmiz. Birisi tillasa, birisi maqtaydi ekan. Birisi ichi og'ritib mardlik qilsa, yana birisi Mundaq dansanglim. Akilang. Sal to'xtab turing. Qarag'anda beshingizga eg'ir kun kelibdi. Bir ayol uchun aytganda bu oson emas. Nayt g'ayrat ekansiz singlim. Mening bu ishim vujudga chiqarmi? Cho'qin chiqadi. Xotirjam bo'ling singlim. Men hozirla rasmiyatingizni bejirib beray. Rahmat sizga. Bir dam saqlab turing hamsa. Ma'qul. Bu pulni sep qo'ying. Oy, yo'q. Eling. Yo'q. Bu pullarga solmayman. Yo'q. Kelma, paklan güçme ha. Karga mana, ha? Ake koyunun güçü ha. Görün. Şundak yakşı ha. Yanıl soğan koy ha. Karan. Paklan güçü. Oy, yaxşıtırdın mı? Sınım Nuriman göl. Kandak ahvalınız yaxşıtırıp atam siz. Vallahi teşikti. Bir gücü turup ahval soruşamadı. Ne degeni? Elim o pat kalla pakalçak kirgizip turmuşumuzdan optan haber edip turvadılar. Bu terikçilikten işleriniz ha. Bu yerga go'shag'il kelganmidingiz ya? Yo'q, go'shag'ini kelmadim. O'tkazib qo'yib sataymikin degan. Ukam yalsan, ma go'shni qarab tura. Singlim kelib qopti, ozroq bir narsa olmoqchi kelman, berib elish berib kelaman. Ma'qul, beravering. Ma'qul. Singlim siz bakchi damliq kelsiz. Kerini yo'qlab turyapsiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turyapman. Firma rahbarlarining deyishicha, har holda yaxshi ishlab etibdi. Balkim kechirim qilinib, muddatim burun chiqib qolishi mumkin. Helimo har qaysinglar bor ekansizlar, qo'shnidarchilikni o'pdan yetkizdinglar. Buguncha 3 ni olay. Ma'qul ekan. Elang. Mana pulamutga. Voy, sizga bu pul kerak tursa, qo'shni bo'lsang, bo'lak bo'l. Bo'lmasa bo'lak bo'l degan gap emasmi? Bu qanchalik ishdi? Biz qo'shni tursak, bunda hisob bo'lmaydi. Bu bolalarning rizqi. Ma'qulamisa, ha? Pach pul tushganda hili hisoblashaylik, ha? Tilinar şu haman yürek bağrını Dileğimiz
Haqiqiy inson barchaga amallik osoyishlikni ko'rsin olamgan ketarmiz hamon kunsan bilimdan savobli ishni Saqlab turing. Nima saqlab ketdim ha? Ha, mana. Ötkizganli mehmonlar, ötkizganlar. Qani kelinli mehmonlar, o'xshagan ötkizib. Ma'qul mo'ma, saqlab turing. Mana oz qoldi. Og'zinglarga tetimiz qulamaymanchimi? Bulan. Ha, mana. Mana saqlab turing. Mana bu sizning ajab o'xshab Ha, mana bir qacha. Ha, meniki berib atmabsiz. Mana sal saqlab turing. Ha, bulan. Ha. Bulan. Çağır aytdim. Bu meni bulan. Ha. Ha, bulan sapsam batdı. Ha, bana bir qacha. Voy, men Kelinli mehmonlar, o'xshagan ötkizib sotaman, kelinglar. Qacha qarab qo'ysinchi. Bo'lmamsiz, ishga kerak. Voy, bo'saq ichib ketdi-ku. Voy, o'zini saqlagan. Ne vaqt siznikini yeymiz deb. Saqlab qo'yasizlar. Ha, bo'ling ishga kerak bunda. Ha. Bana bir kaç kere ha? Mana bu sizning. Bizni iqtisod qilib qo'yamsiz, qo'ymamsiz. Ma bozor bizgim qolsin xinim. Bizni uchun jamba qilib qo'ying. Balduroq tugitib, balduroq uyga qaytay degandim. Ballarım kichik qizim uyda uxlab qolgandi. Osh, mening nima qarim? Nadin kelib qolgan cho'kan bu? Meningmichu sizga o'xshash ushaq ballarim bor. Meningmichu pul kerak. Qanday degan gap bu? Nemandaq gap qilmiz yo'lsizlik qilaverlar. Bu degan baza deganda raqobat bo'ladi. Sizlarmi o'tkaziblarni toza o'qishni pokiz qilsalar, ash ayolnikidek oladi emasmi? Bek o'xshabdi. Kimning o'xsa, shuninkini yeymiz-da. Uning ustiga bu degan yo'l usti. Ha? Odamlar ko'p, mashinalar o'tib turdi. Chang to'zon ushib turganning ustiga siz hatto dokim yeb qo'ymisingiz, haqsiznikini yemdi. Qandaq degan gap bu? Qarabamsiz o ayolnikiga. Narmayakka, pokiz turmamni mana. Arzon satsangiz, xaridoringiz keladi-ku. Haqning ixtiyori. Xaridor degan pokizlikka diqqat qiladi. Kelinglar mehmonlar, kelinglar. O'tkizibdan ozi qoldi. Hozirla tugaydi. Menga bir jin bering. Hamidim qizim, hamidim. O'pki qo'yishga pek usta bo'lib ketdingiz-a? Xaridorlar uchrata turib talashib oldigan bo'ldi. Ko'nila, hasal yemoqchi bo'lsang, harinashtirdan qo'rqma. Rahat gulni uzmoqchi bo'lsang, mehnat tikindin qochma deb tikin. Yuz anglab quloq mollisi, ming ko'rib hunar ustasi degan gap bor. Nurg'un o'tkiziblarning tishilib ketishi, g'ulashlab yesiblarning cho'lib ketishi badaliga kelgan omad degina qizim. Oppa, siz bozorga dadamning yeniga berib, pek yurib ketdingiz. Shuni sizning yeningizda sizga yordamlashib, o'tkazib setish beray degan edim. Oppa, mendan kichik bolalarmi bozorga chiqib shunday ishlarni qildi ekan-ku? Men sizga yordamlashay-chi, oppa. Ma'quldan bo'lamdi. Appa qizim, mening kuyimchan qizim. Bu yil boshlang'ishning 6-yilligida o'qiyapsiz. Sizni o'qishdan chekinib ketamikin deb bakli ansirayman. Siz bu ishlarni o'ylamay. O'qishingizni cho'qim yaxshi o'qing. Bo'lamdi. Men degan maktab bo'yicha a'lochi ishda yaxshi o'quvchi tursam. Oppa, siz
Hatırcam bulun appa. Appa! Oy, mening appa qizim keldi mana. Tatlı kızım. Bu yerda o'tiring. Topshiriqlaringizni ishlab bo'ldingizmi? Ha, ishlab bo'ldim. Turmushimiz cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Appa qizlarim. Qo'limga pul kirganda bozorga chiqib, sizlarga eng chiroyli kiyimlarni olib beraman, appa qizlarim. Chiroyli qizim. Appa qizim. Shu orzularimizga yetamiz. Yasab bermem kızım, yasab beraman. Uyinglarni kichik bolalar xas chiroyli qilib yasab beraman. Xotirjam bo'linglar. Ajam ishkimizning rasmini chiroyli qilib esib qo'yamsiz? Ha. Canım balam, dadangızning turmadan chiqishiga ozlik qoldi. U chiqibla ishda polishi notayin. Shuni biz pulimiz bor deb buzib chechib tugatib etsak bo'lmaydi. Bu ko'nglik sizga kichik gap qolganini hisob qilmaganda yep-yengli tursa, hukumingiz kelsa bo'laverdi. Shuni pulni qalaymiqan buzib etmayli qizim, dadangiz chiqqanda yana ishlatamiz. Qani uxlang. Appa, biz geldik. Appa, bir yeriniz ağrıdınız. Geldinglarmi? Saqayib qolaman ekan deb o'ylab turdim. Uyda aramasangiz bo'lmasmidi? Bozorga nimandoq bo'ldirib chiqib oldingiz? Biz ichkiraylikchi appa. Appa, biz sotaylik. Siz uyga berib aramayling, ha? Ma'qul qizlarim. Menga mu ataqiga o'xshaydi. Appa, uyga berib aramayling, ha? Bizga ishini, ha? Appa, bizni yaxshi chiqaralaymiz. Mijozingiz yo'q bo'lgandan keyin uyga ketib, baldiroq armamamsiz. Ma'qul qizim, ma'qul. Men ketay. Sizlarni tezroq tugatib, baldiroq uyga qaytinglar. Meni xotirjam bo'ling, appa. Xotirjam bo'ling, appa. Ma'qul, appa qizim. Siz menga bu ishni bedel qilyapsizmi yo'qmi? Hukumingizga obdan qarang. U tex kichik pulni uning tutqazmang, ha? Men rostla bo'lmayaptim. Beshimga og'ib ketyapti. Nima yetsa, shanba dadamlarni yo'qlab chiqarmoqqa o'xshaydi. Beshimga og'ib ketyapti. Meni ansratmay, baldiroq qaytinglar-chimi bolarim. Meni ansratmanglar. Ma'qul, xo'shamsiz. Ma'qul, appa qizim. Tatli qizim. Xo'sh, appa. Ma'qul, xo'shamsiz. Xo'sh. Öpkes satma. Öpkes satma. Appa, kim bo'ldingiz? Qizib ketyapman. Sizlarga tomoq yetib bermaydigan bo'ldim. Beshimdek og'rib ketyapti. Appa, ozroq choy ichib yuring, ha?
Bilsem yaxşı bulup gidimen. Doktorlar kaynak suyunu köprek içip verin deydi o. Ben kaynak su istemem. Yaxşı bulup gidimen. Çay içtin ha abla? Pulni onda kalayma kalmasın. Doktorlar bağımızda yat değil aralı durdu. Ben o pullarını bir kızda gidip yeni istegendekler testi tapkan. Bir tiyinimi verip bir kığım. Dadavlar çıksa nurgun planlarımız var. Pulni buzmayı deydiken siz. Lekin dadamның qışığı her kıtın bağın çeğinizde pulni gözüge karamayla haşlaydiken siz o. Canım ballarım. O diye türme. Dadavlar ağızlığı deydi kuday bir nesli gelmeydi. Dala düzüge çıkamaydı. Zehri gibi içi pışırdı. Hemralarının tukalları bir nesi etkisi boyuna kısılıp kaldı. Ata, ata diyen kuşkanığı bağman. Ömülep bozuma barım ben kızlarım. Olmasa xeridarımız to'sib ketadi. Ata, ata diyende sonun bilen işkimiz verip öküyüz bekineydi. Mektepke mi ülgireleyimiz. Siz bağman bulandı. Bo'ladi. Sizlarni tong sahardan uyg'otib qo'yay. Qushxonaga berib, Hamid tog'anglarni istasam bo'ladi. Heliqi qo'sug'i yo'g'an dadaşnimi? O dadaşdan qo'sug'i yo'g'an bo'lgan bilan o'zi bek yaxshikan. Men o dadaşga bek amroq. O dadaşni qo'sug'i yo'g'an demajimi? Berib Hamid kamga ahvolni eslatdi. Sizlarni hayal qilmayli yo'l soldi. Endi chiqib uxlanglar qizlarim. Chiroqni o'chirib yetinglar. Tamaşa kimse. Rahmat boshliq. Ne? Rahmat. Rahmat. Senin törümünden çıkışınğa yana bir neçe gün kaldı. Şuna sen bilen sözlü şey digendi. Bilemsen. 8 yıl vaqt az vaqt emas. Kerim, men ko'nglimdagi gapni aytsam, sen turmida yotmading. Balki osh tomig'i, hajaydigan puli, kiydigan kiyimi, yeydigan tatliq turmlari hamma narsa tayyor birer santoriya turayotgan xo'jayindek yashab kelding. Bu zodi kimning ajri, buni bilamsan? Vicdanım bilen aytsam, aşu g'ururliq, vafodor ayolingning ajri. O sana 8 yıl jarayonida intayin yaxshi kuyindi. Buni bilaman. Ayolim Nuriman menga intayin kuyindi. Bular menga 5 qo'ldek ayol boshliq. Bularni biladi ekansan, bilish bilan kifoya qilmaydi.
Muhimi onun qadriga yetish. Ballaringga ham, ayolingga emniyeting bilan javob qaytirish. Sen bularni o'ylab baqdingmi? Belki bu işler esingda da. Çoğun kızın 4 yaş. Kichik qizing bo'lsa, endi o'milgan chaqda sen bu yerga kirganding. Ashu bir jup qizingning cho'ng bo'lish uchun qanchalik ajr ketgandi? O'ylab baqsam, ashu qizlaring xuddi oldimizda cho'ng bo'lgandek hissiyatga kelaman. Men ayolimga, bolarimga bir umr qarzdor boshliq. Çoğun kızın 4 yaş, küçük kızın emdili ömlügende. Sen bu yerga kirganding, bunu bilemsen. Ballaringni çoğun qilish uchun qanchalik ajr ketadi? Göhrangizni toshqa urdigan chaqlaringizmi bularni? Turma boshlig'i rost aytdi. Ashu narsidalarning shu demetil bo'lmog'i osanmi? Bunaqa ketgan mehr ajrni, kulfat va mushaqqat tarlarini qanday tarozida o'lchash kerak? Nuri, siz haqiqatan bir go'har. Go'har bo'lgandimi, nuqson siz bir go'har. Agar turmadan chiqsam, sizni necha yil o'shnamdan tushirmay haposh etsam-mu, arsiydi. Sizning menil emas. Ashu narsida ballarimni bo'yin qistirmay beqish yo'lida tomchi yurak qonlaringiz, ochiq terlaringiz eqib tugidi. Bu jihatda sizning ajringiz bekmi ko'p. Men sizga qanday yo'l kelayman? Men bu yerdan chiqsamla, menga qilgan ajringizni cho'qim oqlayman. Mani kiybeqing'a? Ma yaxshimikan? Meningcha mushi bo'ldiganda qiladi. Bekchi qilib atding juma. Almashtirib kiymamsiz. Bekli yarashdi. Pulni berib bo'ldingmi? Ha. Bo'ldi, endi olmayli juma. Rahmat. Hey, Nuriman! 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 Mana o'tkaz bilan keldim. Keldingizmi? Hamutkan bormikan? Baka. Mashaqtin ala. Odambek chiq emasdi. Yo'q. Qushqonga borsam Hamutkan baka. O'pkiningmi? Nayt yaxshilarni. Uchayning yo'g'onlarini tanlab berdi degina. Yaxshi o'pdi. Yurib ketgansiz, a? To'xtab turinglar. Maktabga mangdinglarmi? Unda qo'schu, meni ber, qizim, gapimni undan anglang. Ufkingizning qo'lini herkes qo'yib etmang. Ching tutib meng, jumang, ha? Gapimni anglang. Mashinalar yo'ldan o'tib qo'ygandan keyin, anandan keyin o'tinglar, ha? Ma'qulamsa, ha? Chatdi menglar, jumang. Ha? Yo'l qarab menglar.
iş topaman deb kunda chiqib ketsiz. Kechda texi menga yordamlisiz. 2-3 oy bo'lib qoldi. Charchabmi ketdingiz? Qandaq bir umid bormi? Bizdek turmadan chiqqan qashqiliq bo'rini hech qanday odam xotiniga yo'latmaydi ekan. Ish izlab nurg'un zavod, korxon, shirkatlarga berib boqdim. Biroq faqat amal bo'lmadi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Ish topamisingiz mayli. Onun ustiga kechlik bozorga chiqib, menga yordamlashgandan beri topayotimiz. Shundoq yaxshi bo'layotmamdi. Yana kelib yenimda siz tursangiz, ko'nglim shundoq to'xtirdi ekan. Deganing-ku to'g'ri. Biroq cho'p-cho'p qolgan bir er kishiga o'pkesib setib, voy kaslar deb xerida chaqirib, qochquchilarni yuyib, cho'zi surtib yursa, eg'ir keldik-a. Shunlashqa cho'ng'aroq bir ishning beshini tutaymikin degandim. Bo'ptamsa, urinib beqing. Sizga loyiq bir ish topilib qolsa, texi yaxshi. Rizira. Keyincha bir gap bo'la. Men sirtqi chapaqay. Mau 500 qo'y pulni yeningizga sap qo'ying. Nima qilyapsa? O'tganda bergan puling texi bor tursa, yana pul ketayotsa. Jiqroq pul turimiz bo'lamdi. Yaqin og'inlaringiz uchrab qolsa, ular bilan o'ltirib qolsangiz, xijil bo'lib qolmang yana. Alamat xotin desin. Ma'qulamsa men ketdim. Boldura qaytib kelasiz, sizni asrab qoldi ekanman. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaq Kerimjon ukam, bozormanga o'xshamamsiz? Bozor bir mundaq aylanib. Do'konni boldirda qapsiz. Bugun ular xotin bilan arvoqlarga bir yog'bir tutayli deb maslahat qilgan. Shunga men uyga chaqirib qo'ydim. Ayolingiz Nurimanxon bilan kechlik bozorga chiqib bek obdan qildingiz. Mahalladagilarning hammasi sizdan bek xush ukam. Hammasi anglabdi-da. Mo'sh tush quloq bo'ladi ekan, hammani anglab turdi ekanmiz. Nurimanxon meni ig'ir kasal bo'lganlarni doktorxonaga ko'rinib boqaymi demadi. Shundaq bo'ladim xabarim bor. Nurimanxon ming japoda pul tepib ballani aran qata qo'shdi ukam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Imer, bu yer pushildab to'g'nini qaraganda do'konning olti ham bu yoqqa o'xshamamdi. Pushildaydigan sana o'xshash yo'q qilsak emas, biz xili temanjimo. Biz Kerimjon bilan paranglashayotgan. O'zingning ahvoli qandayroq? Bu yoqqa menimsan qo'y. Bugun dam olgan, ishim pushib, oylinib sizlar bilan paranglashib kelay deb kelishdi. Vaqtinglar bor. Obdan qilsan. Biz bu yerda Nurimanxonning bir chaqlar topgan jafo mushaqqatlarini eslab, Kerimjon bilan ahvollashayotgan edik. Kerimjon ayoli bilan kechlik bozorga chiqib, nihoyat yaxshi qildi. Rahmat. Shundaqmi? Kerimjon o'ldirash o'xshaydi. Biz aylanib kelaylik. Kira adash. Ma'qul. Uy kirmabsizlar. Xo'sh. Ma'qulamsan. Ma'qul. Oy. Ablam sen. Qanaq ahvoling? Qanaq? Turmadan qachon chiqding? 4-5 oy bo'ldi. Ish izlab yurman. Qanaq? Kitap oldingmi? Tepishni topdim. Biroq ba'zilari menga loyiq emas ekan. Ba'zilarining maoshi ozligina. Turmadan chiqqaningni angladik. Biroq aldirashchilikda seni izlab boramadik. Qolsiyasini olsang-ku. Bu nadikini? Men turmadan chiqqancha ayolim ib qo'yibdi ekan. Boshqalarning ayolingni amanni zamonga bermay pul topdi degani bekor emas ekan-da. Yura, oshxonaga kirib o'tiraylik. Bo'ldi, adash. Rahmat. Mening aldirish ishim bor. Ko'rishimga o'zim bo'ldi. Bo'ldi, qiladish. Stop turib. Hey. Nima? Qachon? Hey!
Adam buluşmaydigan nimaga sabab? Shunchalik ishni qamlashtirishamdingmi? Ha? Qolgan gapni keyin deyishayli, ha? Bu naqibla. Birader. Endi o içib demiz. Abla, andaq olsa, mən ayalımğa bir məsləhət qıb baxay, hə? Sen ayağlarla sızgan sızgıdan çıkamaydıgan bop qapsan da. Sen onda qarladın emasdin o. Sen maşallığı düşüp qaldın mı? Qiziq gap qildi ekansan abla. Bir uy deganda har qandaq ish bor maslahat bilan bo'lmamdi adash. Toza bir. Chaqchaq qilib qo'ydi. Hey. Shanba kuni soat 2larda Umid restoranining oldiga kel. Biz shu yerda ko'rishaylik. Qo'l ostidagi qiz yigitlarga seni obdan bir tanishtirib qo'yay. Qandaq? Ha? Qani. Ha, ko'dra. Ha? Ala. Qani qo'sha. Kerim, 20 ming dedingizmi? Hozir qo'ymichilar pek ko'p bo'lib ketdi. Men sizni oldinib qolarmikin deb ansirayapman. Men muğu shunday o'ylab qoldim. Ba'zi chaqlarda buğa, böken müngüzleri qatarlıq etkesmanlar bilen mu ayrılışıp qoyumuz. Biroq uning puli tasavvur qilg'usiz yaxshi. Chaqchaqlab qo'ydim. Bundaq desam chiroying o'zgarib ketdi-ku, ha? Kerim, men sizdan o'tinib qolay. Shu Ablalogay bilan aralashmasangiz bo'pti-ken. Siz tehi ayni vaqtdagi ishlarni bilmaysiz.
sizni o'tqa ishtarganmi shu? Yana dehi bizni uyimizda ayirib etdi. Hey. Bu jamiyatga odamlarga aralashmasa qandaq bir ishni beshik ochiq qilib bo'ladi? Qani, qarab baxmamdim. Bo'ldi, urqanib uxlag'ina. Ne qilyorlar? Botkichini tutib ketgan kunlar Hasan Seriqni Gonjo'ga yo'lga silib etdik. Undaqda Botkichiga boshqalarmi maliyat ko'rsatganmi? Yo'q, hammamizning munosabat qilgan odamlarimiz ayrim tursa. Adila, Hasan Seriqqa telefon berib et. Bir mezgil bozorga chiqmay urusida qit qisib bersin. Bo'ladi. Bu vazifani atl o'rindayman. Shanba kuni Umid restoranda bir mehmon bilan uchrashimiz. Sen onunga yaqinlash, barliq hunarlaringni ish qisilib, uni qamoqqa ilindir. Yani o'tgankidek bir tiyinning qarsini ko'rsatmay turib, odamga esildigan giri xo'jayin emas-ku, ablaka. Yo'q. O turmadan yengili chiqqan bir tiyinimi yo'q, bir divona. Anlasam onun xotini tijorat qilib, nurg'un pul tepib demiş. Anlasam tegi tovar uyisi to'moqchi ekan. Hey, baqara. Bu ishlar uchun. Hayır. Abla geldi. Abla geldi. Kani kira. Kani kira. Hani oturunlar. Oturunlar. Ben sizlerge tanıştırıp koyay. Bu yak benim dostum. Kerim boludu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Alloh yaxshiman. Sizlerge hesap. Bu sorunu dostum Kerim için uğurlaştırgattı. Yaxshi bo'ldi. Ondaq bolsa dostum Kerimning hurmati uchun hammaylar bir qadakdan ko'taraylik. Qani. Yaşa. Köteylik. Hoş. Dostlar, Kerim'in Hadinas dostum bo'ldi. O kichikina savallik tufaylidan 8 yil turmada yetib chiqdi. Men bu ishlarni o'ylasam ko'nglim intayin yerim bo'ladi. Bo'ldi. Bundaq ko'ngilsiz gaplarni qilishmaydi. Sizlar do'stim Kerimni xuddi meni ko'rganda ko'rsanglar bo'ladi. Har qaysinglar do'stim Kerimni hargiz muhayat ko'manglar. Do'stim Kerim hayotning fayzini ko'rsin. Ta'mini tetsin. Mehzini chaqsin. Qanaq dedim? Ablakam to'g'ri deydi. Qanaq dedim Sajika? To'g'ri. Ablakamning so'zini anglab bakmi ta'sirlandim. Kerim akam 8 yil hayot lazzatini tetiyamay umri azob ichida o'tibdi. Keling Kerim aka, ikkimiz bir romkaga ketirib o'taylik. Xo'sh. Bu şeyine devri kızlarına feyzin sürmese adam esret kalmamdı. Kurandaki devri zayi gidiyor. Şimdi peygen hissiyatlı Sacide'dek eriklarga başlıyorsak ne boptu? Sizler Kerim akamni qeri demakchimi? 38-40 yosh degan odamdan toza bo'ri vaqti. Bo'ridek hayvisi borkan deb o'zingni otma yana. Asma
Kerim aka, işkimiz soqishtirib pulni ishlaylik. Keling. Yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Yaraydi. Yaxshi. Bu adaş birine işipla yolvaz qo'shib qoldimi nima? Hem bir kerim Sacide'ge özünü itirat mı söylene? Olmaz topu da götürdü bu. Kerim aka, keling oynaylik. Seyer bulsam uzaklardın heder eyler uzaklardın güyer bulsam her ilerden savak alsam uzaklardın red eyliyor sesi yalgan sefavetsiz şeytanlardın red eyliyor bağlayan, sürgünü saklayan, içler güzel yaşlar görmeyen. Senin alanını sana bağlayan, sürgünü saklayan, içler güzel yaşlar görmeyen. Do'stlar, men sizlarga bir ishni davolay. Bugun sheriktimiz nomidan Kerimni bu yerga mehmondorchilikqa chaqirib oldik. Bugungi bu so'rin sheriktimiz nomidan bo'ldi. Men pat yaqinda do'stim Kerimni o'z nomim bilan chaqirib olmoqchi. Men mehmon chaqirgan chog'da har qaysinglarning bana sabab ko'rsatmay, vaqtida kelib birishinglarni umid qilaman. Hech yo'q. Cho'qim vaqtida kelamiz. Ablaka, o'rnini demedingiz-ku? Mush restoran shu. Xo'jayin bilan so'zlashib qo'ydim. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Ablaka, siz apırıp koyuğa. Ablaka, meni Kerim akam apırıp koysunchu. Jiranglar, menga aylanishib qo'sh. Abla meni düşünür. Abla meni Canjigar akıyla hakiki kalbinaz dostum. Gerçi o sürümü yoklap baramısın mı? Ben onu yanına can dostum da boylayım. Düşündünüz mü? Hatta ben sizlerin şirketine koşuldum. Kerim aka, siz aroqni bek ko'p ichaytib beram bularga o'xshaysiz. Bo'lmasa ishimiz past ichib, azroq saygidaylikmi? Jirang past ichaylik. Rasma. Bo'lodamsa, şoför mashinani to'xtat. Biz pastga tushamiz. Shunday qil, ha?
Maşinani to'xtating. Siz degandek past kuchib xilali sagdab qoldi. Yana birdam aylanamdi. Bo'ladi. Amis birdam aylanmaylik. Jirim. Jirim. Boya akamdan telefon keldi. U bir vagon malga kam deganda 350 million ketadi deydi. Menda aranla 150 million bor tursa, agar mushu 350 million topa olsak, pulga ko'milib ketadi-da. Hazır kamlayotqani 200 million. Bo'lmaganda 150 million qatalaydigan odam bo'lsa, rasa pul topatdiq. Agar siz pay qo'shsangiz, ikkimiz nurg'un ishlarni qilib o'tatdik. Bu ishning foydasi bek cho'ngdi. Men bir o'ylashib boqay. Kerim aka. Ozroq to'nglayapman. Ha? Voy. Asta, mashina qarmamdigan. Voy. Kel. Birga boramsiz? Bugun og'illarim birek chaqirib qo'ygandi. Shonlashqa berib birdam o'tirib kelaymikin degandim. Chiqib kelsam bo'ladimi? Yeningizda pulingiz bormi? Bo'lsa, azroq bersan o'tdiki. Kechda boldiroq qaytib keling. Ma'qul. Xotirjam bo'lgin. Cho'qim boldiroq qaytib keling. Bo'lmasa men asrab bo'ladi, xotirjam bo'l. Şöyle. Bugün girmeyeceksin o çok gitti. Ağilla. Yakında ben 100 kvadrat metrlik uy setib olaman bilishdingmi? Shu chaqda men arkadaşlarni uy chig'dak qilib hammangni rosa bir mehmon qilaman. Bilishdingmi? Biz shu chaqda qong'idek o'ynab, ichib, kulib, o'ylaymiz. Rosa yashaymiz. Kere, Tony sen sanmay atılıqan bo'lib ketdingmi? Sen turmadan chiqqili aran 4 oy bo'lgan tursan. Sen uy og'idek pulni nereden topding? Tam tashdingmi ya? 100 kvadrat metrlik uyni var-ku. 200 ming koy bo'lmasa aql bo'lmaydi. Şehir sırtidagi uylarni shundoq olalaysan. Şehir ichidagi, bo'libmi shahar markazidagi uylarni var-ku. 1 kvadrat metrini 3,5 ming yendan aran alalaysan. 3500 koydan aran alalaysan.
Demek 100 kvadrat metrlik öy ilish uchun 300 ming yuandan ortiq pul kerak. Sen buncha pulni nereden topding? Türmüdün birab bayliq deb oldingmi ya? Konuşma! Yerini açık yaptın mı? Şimdi. Açık hali bakın. Men boy tutdim amma. Qaysi vaqo bilishmaysa. Qarama. Mening xotinim Nurimanda pul degan vagon öden. Undaqda to'kirmishga qarg'ichashga yo'liq qanday ish bo'pti-da? Xotin haq deganning puli bor-ku. Ishning beshiga esib qo'ygan bir to'qmoq degan, ha? Uyga kirsangmi usiysan, chiqsangmi usiysan. Shu to'qmoq beshingga har vaqt takkini takka. Beshingga tegaverib mingangni aylantirib turadi. Her qaysi vaqo mening xotinim Nurimanni o mishchan xotinlaringga o'xshatishma. Mening xotinim Nuriman bog'i bir yig'iz gap emas. Dal qilib qo'ygan bo'lsam, eligo pulkan yuragini sug'urib berdi menga. Hey poche, ayağın ağrıdaki öpküzel suyunu tükpemeydiğinde sana. Ey! Ağiniler. Dostum Kerem'in ayağıyla Nuriman bağı. He? Dostum Kerem'ge şunçilik aqid qiladi. He? Aqid qiladi. Eligo polkan. Nuriman onun uchun. Hatta jinini sapirishga bor. Rozi. Agar u shunda qilamisa, qanaqmi vafodor xotin bo'laydi? Xotin haqni ko'ksamga ardi kelib. Yaraysan Kerem. Yaraysan. Sacide. Sen ma dostum Kerem'nin közünü içip koygan. O mu? Yeni devir, yeni hayatın peyzini sürsün. To'xtab turing. Nega var siz? Sizning qishingizga. O'tiring. Sizning badallaringiz boru ambar puraydi ekan. Sizning belingiz xuddi shumilining belidek. Men sizni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Qo'ya, o Nuriman degan yo'qolsin, ha? Sizdan mush tatliq gaplarimiz meni pek erdi. Nima? Qaranglar, o'ziga suydirib O yerda bir do'stim botdi. Uzun bo'lgan ko'rishmagili. Yo'qlab bitib, anda mangaylichi. Ma'qul unda usta. Uyga kech qolmayli ya. Kech qolmaymiz, xotirjam bo'l. Qandaq ahvoling Nuriman? Yaxshirdingmi? Rabiyam, qandaq ahvoling? Sizlar yaxshirdingmi? Quruq yel yemish to'kini ichibsan-a? Boyib ketdingmi nima? Ha, yaxshirdingizmi? Cho'ng qizing Munavvar ko'rinmaydi-ku. Cho'ng qizim kechlik bozorda o'pka sotqili ketdi. Men bu yer qarayotiman. Bu do'stim bekmi japakesh, oq ko'ngil, oxiri tijorat yo'lini tepibdi. Kech qopsan-ku, nega borganding? To'yga borgandik. To'y egalari yaqin o'tadigan odamlar edi. Qiz ko'chirishga taklif qilib turib oldi. Shunga kech qoldik. Bu kechda to'qimchilik fabrikasiga qachon chiqib bo'lasan? Bo'lmasa biznikida qo'nib qolar adash. Bo'ldi, rahmat. Men hozir uzoqda emas, nurg'un ishchilarni ish o'rnidan qoldirdim. Ish o'rnidan qoldirilibsan-da. Shundaq. Birinchi turkumdagilar ishchilardigina, lekin uzun o'tmayla ish o'rnini tepib oldim. Amsa hozir nima ishlayapsan?
Aqyo'l mehmonxonasida mulozimlik qilyapman. Biroq shaharning sirtida, biroq mashina bo'lgandan keyin ancha eg'ir bilinmaydi ekan. Hey, men sening yo'ldishingni ko'rgandim. Nada ko'rding? Buningga xeyli vaqt bo'ldi-ku deyman. Ikkinglar bozor chiqib dekansizlar. Lekin sizlar bilan ko'rishishga fursat bo'lmadi. Erin qamashqan erken 8 yil emas 18 yil saqlasangmi bo'lg'idek. Voy, ajab maqtab ketding, odamni xijil qilib. Biroq u 4 oy bo'ldi. Taraf-tarafga qatirib, bir ish o'rni topolmay bekli titildab ketyotdi. Bo'ldi, biz mangayli. Keyin paranglashamiz, a? Xo'shamiz. Mol quruq mevalardan baldiringlarga sirq yeyolmaysizlar. Avar bo'lmadi. Ma'qulamiz. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Xo'shamiz, keyin ko'rishaylik, a? Xo'sh. Kermaka. Boya o'ltirishimizda siz qong'icha ichimiz, o'ynaymiz, qaqoqlab kulamiz degan chaqingizda men yig'lab atgili tasliq qoldim. Haqiqatan turmada jafo chekkiningiz. Ashu so'zlaringizdan belinib turmamdi. Bichar Kermaka. Shunga ashu turmada. Kermaka. Akamdan yana telefon keldi. Nima deydi? O yerdagi ishlarim qandoq bo'lib ketdi deb so'rayotdi. Muvofiq biror sherik topolmadim. Chiqishni chiqdi, lekin ishonchlik emas. Meni aldab ketarmikin deb qo'rqaman. Chunki bu savdoning foydasi ko'p, ishonchlik savdo emasmi? Shunlashqa tezroq pulning amalini qilsak bo'ladi. Rost shunday ekan. O'tganda men sizdan bu gapni anglabla qiziqib qolgandim. Men yana bir o'ylash baqay. Rasma. Agar ikkimiz birlashsak-ku, nayt yaxshi bo'ladi. U chaqda siz birdinla pulliq boyvachchiga aylanatdingiz. Qanday dedi? Qilayli. Kermaka. Nuriman. Ağlasam, tamak sodasının paydası nayt yaxşıken deydi. Desmiga 4 so'm pul vergan bo'lsang, tamak so'z qilib qo'ymaymi? O'qish vaqtingizmi? Ha, o'qishdim. Yerim kechida poyezd stansiyasiga chiqsak, xo'jayinlar molni tushagan vaqtda naq pul sanasak, azalli berdi ekan. Uni akilib, poch sotadiganlarga o'tkazsak, xeyli ko'p foyda erishadiganmiz. Qilib qo'ymaymi? Bo'pti, ta'limingizni sinab boqmamsiz. Bu qatim foydalanmasangiz, keyingi qatim foydalanasiz. Mayli, sinab boqay. Tamoqni etib bo'lib, sal turib pulni chiqib beray. Sajida. Siz bilan uchrashgandan buyon ko'nglim echilib qoldi. Rasma, undaq bo'lsa sizni birga boshlab boray. Yana hiliq o'rmonliqmi? U ya emas. Amsiqaya. Men sizni shundoq bir joyga aparayki, lekin pulga chidaysizmi? Qancha pul oladi ekan? Qanchalik olsa olmamdi. Ha? Pul degancha qo'lning kiri qarab. Qanday dedim? Ha?
Misha. Salomat. Salomat. Hozir chiqadi. Ay, qanday adash? Yaxshi turdingmi? Yangi mehmon boshlab kelsan-da? Bu ablakamning yaqin og'aynisi, shirkatimizga yangidan kelgan. Ablakamning do'sti ekan-da? Uning yaqin do'sti ekan. Qani o'kiringlar. Jiray. Batdi men sirtqa chiqib kelay. Uysan qoldi. Ma'qul, xotirjam bo'l. Kerim aka. Oqshom men shunday xosiyatlik bir yaxshi tush ko'ribman-da. Qanday tush ko'ribsiz? To'xudangal, o'shki jangal tushibdi degandek. Siz bo'ynimga bir oltin zanjir esotqadaksiz. Men xushalligimda bo'yningizga esilsam, siz bu deb qo'limga bir yoqut uzukni sepib qo'yibsiz. O shayton qiz. Amsa kichikishgan go. Jiring, bozor chiqayli. Undaq bo'lsa meni Baxtiyor zaga ham so'pirsiz-jumi? Chataq yo'q. Jiring. Jiring. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qaysini olamiz? Avni ko'rib boqayli. Bu bo'lamdi ekan. Bo'lmaydi ekan. Sal kichiklik turdi. Yana boshqasi bordi. Bah, chiq. Ma bo'lamdi ekan. Qara. Bo'lamdi ekan. Neylaga? To'g'ri. Itilmaydi. Bu bo'ladi ekan, Ustam, mana uzukni o'ngshab bersangiz bo'pti ekan. Sal to'xtab turing. Yarashdi. Qandaq? Buni kichik demaydigansiz? Ha? Pek chiroyli ekan. Qancha pul? 1200 yuan. Mana.
Ana. Qandaq, to'g'rimi ekan? To'g'ri ekan. Ma'qul emsa. Yana kelib turasiz, ha? Ma'qul, xo'sh. Ma'nulama, xo'sh emsa. Kerim, nima bo'ldingiz? Nimaga bunchalik ochiqlanib ketasiz? Tamak savdosi qilaman deb chiqib ketganingizga 3 kun bo'ldi. Men ansirab o'layli deb qoldim. Zulanın tutulup öylese ilahim. Yanında deş çıka. O bulancılar, münafıklar. Sizga zodi nima bo'ldi? Kimni tillavyapsiz? Hey, tamak savdosi qilaman deb 12 yosh tamakini olsam, baza boshqurishdikilar musodir qilib tortib oldi. Voy Kerim, tijoratga ishqingiz bo'lmagandan keyin bozor boshqurishdan albatta tortib oldi-da. Undaq bo'lgandan keyin boldiroq uyga qaytib kelsangiz bo'lmasmidi? Uyga kelishdan nomus qilib, bir qancha yerga berib, ish izlab baqdim. Qandaq bo'ldi? Topa oldingizmi? Tepishni topdim. Bir shirkatning xo'jadori bilan so'zlashib, qarovullik xizmatini topgandim. Maoshim yaxshi. Lekin deysiz-ku, nima ish bo'ldi? Qani ayting-a? Lekin oqish qilmasang bo'lmaydi-ku, oqishik. Voy, bu oson ishkan-ku. 4-500 ko'ylik jo'zdan birini qilib, ularni mehmon qilsaqli bo'lmadimi? Ey, hozir qandaq zaman? 500 ko'ylik jo'zini meni qilib qo'yganlar bir ishing hal bo'lamda. Hozir vaqo ularning makoni yo'g'inab ketdi. Ancha-muncha oqish qilmasang, yo'q qo'llik mok sambsan vaqo bir ishing hal bo'lmaydi. Hey. To'g'ri. Kerim, amsa 3000 ko'y yetamdi. Bergandikin 10 manali bera. Boshqanni aka berman. Ma'qul. Chiqib beray. Kerim aka, hamma pul xashlagandan keyin bo'ynimga cho'nroq zanjirdan birini ep bering-a? Bo'ladi. O'zingiz tanlang. Anila, mana ko'rib beqing. Bo'lamdi-ku? Qaltisi yarashdi. Yarashdimi? Qancha pul bo'ldi? 2150. Mana, to'g'ri hisoblagansiz, ha? Gram 105 ko'y emasmi? Hey Kerim, nima ish qilyapsiz? Men texe Nuriman xonning bo'yniga bir narsa elotamdiki desam, bu qizning bo'yniga bir narsa esib yurisiz, ha? Bir og'inamning singlisi bozor aylanmoqchi. Shunga boshqa bir narsa. Og'iningizning singlisi bo'lsa, nima ishqa og'iningiz o'zi ekanmidi? Ha? Og'inamning azroq ish chiqib qopti-ku, shunglashqa meni bozor aylanish bergan degan, shunglashqa bir narsa elish beryaptim. Ajab pulni siz sanovatsiz-ku. Men bu hey ist. Bechar ayolingizga ishim og'ribatdi. Supurgi ziyankesh bo'lsa sizdek bo'lmas. Hey, diqqat qiling juma, ukam. Tegi yoqonga tushib ketib qolmang yana. Qandaq degan gap bu o'zini bilmagan. Bir ay ichida Kerimni obdalli boplading juma, ha? Tozdek lop ketganini qara, bo'yin belak, barmoqlaringdan tortib oltin to'shib ketibdi.
Men seni o'zingni chiqindi ol deb uning keniga tush deganmidim? Amdilik tiza. Haftadan beri qarangni ko'rsatmaydigan bo'lib ketding, ha? Sajida, hey Sajida. Navadim Allah'ını yütkep qalsaq, nesivangni ilishni unutib qolmaydigansan. Ha? Onundan qancha pul olsam, bir pulim qo'ymay akilyapman ku. Sizlar menga ishonmaydigansizda? Unda qiyomatning mushigidek ko'zingizni yumamsiz-chi, abla aka? Kim biladi, ha? Qanchiligini qayrilib, qanchiligini menga beryapti. To'g'ri, abla aka. Siz bir amal qilib uxmay qolasizmi? O chaqda men sizni qechib qutula olamdim. Bo'ldi. Bu gapni qo'yaylik. Mundaq ishdi. Guangzhou tarafdan xabar keldi. 500 milyonlik mal 13 kun ichida yetib keldi ekan. Lekin pulni bir qitimdala naqd bersak 30% tushirbamoqchi. Shunga mush 10 kun ichida bir amallarni qilib, Kerimni indek keltirib, oz bo'lgandimi 200-300 milyonni qo'lga tushirishim kerak. Pulni men topshirgan kuni aeroplan bilan seni yo'lga solaman. Men shuning ko'yida, men Kerimga akam Guangzhouda cho'ng savdogar ikkimizga bir vagon mal ep qo'yibdi. Nereden bo'lmas 300 milyon pulni teping, Xinjiangga keldimi 200 milliondan ortiq foyda topamiz degandim. U o'ylashib bakmoqchi bo'lgan. O nima deydi? U ikkilinib qoldi. Ikkilinib qoldi? Undaqda sen bir mehmonxonadan uy elib, onun bilan 10 kecha kunduz birga bo'l. Bütün nasıllıqının hammasini chiqa. Ammo onunga o'zingni tutqizib qo'yma. Uni heriqida qiyna. O'tgan ishlarni hajab esimga solib qo'ydingiz-ku, abla aka. Mencha shahar ichidagi mehmonxonalar sal absizmikin deyman. Chunki odam ko'p, tunish bilishlar uchrab qolamdikin deb ansirayman. Nega borsak bo'larkin tang? Tonish bilishlar uchrab qolsa planimiz so'g'ib chelishidi. O chog'da ular Norimani quturtishdan hargiz yonmaydi. Men shuningdan ansirab turyapman. O'tganda Imroxon degan savdogar uchrab qolib, bir muncha sesib gap qildi. Texayil qavmut degan yo'g'on qo'saq qassobchi Kerimga olib yurgidakmish. Qaraganda ular azroq shabini sezib qopti. Ishkinglar eng yaxshi boshqalarning ko'zidan ner turiblar. To'g'ri, Oqyo'l mehmonxonasi eng aplik. Shahar sirtida bo'lg'ashqa, u tarafga odamlarmi noit oz boradi. Agar Kerimni shu yerga berishga ko'ndira olsam, o chog'da. Nima? O chog'da? Uchu hozir meni bir soat ko'misa, chidamay maydasini yo'liyaga yiqib yoqidek darajaga tushib qoldi-da. Noit yaxshi. Bundan keyin gap so'zlarga noit diqqat qil. Har bir eg'iz so'zi uni gumonga solgan darajada mubolag'a bo'lmasin. Ish-harakatlarim uning havasini qo'zg'ash rolini o'tasin. Buni sen qila olaysan. Sen degan shaytonga dars beralaydigan qo'jamma. Haras. Men sizlarga xo'jidan kelgan er ayol degan tunishtirishdim. Birini ep beray. Sizlar to'y qididan birini darhol tayyorlanglar. Shaxsiy igdorchilikdagi mehmonxonalar to'y xetini surishtiribmi ketmaydi-ku deyman. Har ehtimolga qarshi ilib olganning ziyni. Ba'zida soqchilar mehmonxonalarni tekshirdigan ishlarmi bor. Haras, yana bir ish. Bu yerga o'ynag'ili chiqqanda niqob qilishni hargiz unutib qolma.
Kerim, qani choy iching. Bugun 4 kun bo'ldi. Uyga kelmadingiz. Hali xizmat ishingiz qanday bo'ldi? Bir umid bormi? Hozir vaqo. Ma amaldalarning gili yo'g'nab ketibdi. Meni o bir monch pul xajlab mehmon qilganlarim bekorli ketibdi emasmi? Yana de şirketning qarovuli xizmatiginchi boshliqning bir tuqqini o'rinlashtirib olibdi. Shundaqmi? Undaqda qanday qilmoqchisiz? Haras. Yaqinda Guangzhoudan bir turkum alohida isil gazmal keladigan. Uni bir qancha og'illar birlashib oladi ekan. Menimi 10-20 kun qo'shib qo'ysang, xeyli ko'p foyda erishsan deydi. Men bu sherik bo'lib boqaymi? Ma'qul. Undaq bo'lsa men Elali bankaga berib akab beray. Voy, kimdo? Chiqib qarab baqa. Ma'qul. Voy, Emirkam keldi. Qanday ahvollari? Yaxshi. O'zing qanday turdingiz? Yomon emas. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Qanday Kerimjavkam, obdan turdingizmi? Sirtqa chiqsangiz, sizga deydigan ikki og'iz gap bordi. Hamiz saqlab qoldi. Uyda o'tirib bo'ldi. Bo'ldi, xo'sh ukam. Yuring. Sirtqa chiqib baramiz. Yuring. Emirka, bir piyola choy iching. Xo'sh ukam. Xo'sh. Assalomu alaykum Hamidka. Va alaykum assalom. Turdingmi? Men bir qor turk odamman, uka. Gapni ag'itishni bilmayman. Sana gapning o'chig'ini aytaman. O'tgan kun kechda bir Nayna xonim bilan qavoxondan chiqqanini ko'rib qoldim. Yana buni azdab Zagaxonada Emir sening bir qizga oltin zanjir operatganligini o'z ko'zi bilan ko'rganligini menga aytdi. U qiz zoti kim o? O mundaq ish. O bir og'inamning singlisi. Yo'q. O bir og'inamning ayoliti. Bozorga chiqib nimani olmoqchikan, nima qilishibdi? Shu bo'ldi, gap yo'rg'alatma ukam. So'zlaring chekvasmidi? Bosh ko'chada sen to'g'riliq bo'layotgan gap so'zlar oz emas. Bilib qo'y ukam. Qavoxonlarda erlarga hamra bo'lib, qo'saq vaqti fursat topsa, tenini xo'rlab, yanchikka olaydigan yerim yilingga satanglar ko'p. Ular sana asqatmaydi. Ular bir odamning puli borligini sezib qolsa, qasddan surkishib, barliq hunar xulqlarini chiqarib, sizlardek ahmoqlarni yalang'ochlab qo'ydi ukam. Bir obdan oilang bo'lgandan yaxshi qaramam sen. Nurimaxon 8 yildan beri nomus bilan yashadi. U g'ururlik ayol. U nafs shaytonning kayni kirmaydi. U unda hayotdan o'limni afzal ko'rdi. Men sana deb qo'yay uka. Agar bir hodisa ko'rib qolsa biz qo'shnilar seni hargiz kechirmaymiz. Qo'shni qo'lim bo'lgandan shunchalik deb qo'ydik. Yuramiz, ketaylik. Qaga ishni o'zi bilib olsin. Ishonma qilishi. Lavzi qo'g'onning urug'i ko'p deb. Menga tegin nasihat qilib ketdini. Men har qanday kallam bilan qila olmayman. Cho'nkan deb hurmatini qilib qo'ysam tehi. Hoppa. Voy, Nurima. Rabiyam sen adash, qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi, o'zingcha yaxshi turayotqansan-a? Yomon emas. Bir shaharda turibmi, ko'rishmigimiz hajabmi taski to'xtadi-ya? Shu emasmi? Bek chiroyli xo'p ketibsan, o'rg'lab, chiroyli xo'p seg'inibsan. Men seni seg'indim. Bolalaring yaxshi turayotqandi-a? Yaxshi adash. Mening ozroq ishim bordi. Men avval mang'ashtiray. Xo'sh, keyin ko'rishamiz. Nurima, Sayga kerak bo'lg'in. Eringni o'g'ri mishkila olib qochmasin yana. Nimalarni deydigansan?
Voy. Qanday ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Bozorga chiqqanmidingiz? Chiroyingiz boshqacha turdi. Kerim to'g'riliq azroq gap anglab qolgandim. Og'rib qoldingizmi? Yo'qay. Bir qancha kun bo'ldi, uningdan gumonsirab yuribman. Bir shum xabar anglab qolamanmikin deb bekli ansirayapman. O tuzkor hozir qayerda? Tönögün bir çoğun soğuduğu şerik bulmakçıdım deb, men de 20 ming koy pulunu ep çıkıp ketken, şu ketkeniçe tek qaytıp gelmedi. Onu bəyməydiği iş demesmi? O əmdi nələrdə yürüydiğandı? Hey! Bu birinci qetimla emas Amerika. Onun aldıdı mı 15 mingdan artıq pulunu ep çıkıp ketken. Her qetim pul alğanda 3-4 gün, hatta heptilep öykürmey yo'qotib ketdi. Sanlayım, siz bu pullarını qancha təsir tapdınız? Bu işlerini unutup qaldınız mı? Undaq ahmaqlıq qılmaydığı iş demesmi? 10 neçə yıllık xotin boğaşqa, onunğa behli işinip ketibdi men. Silimo bir işini çeliqtirib qaldımı Amerika? Hey, ko'ngil odamlar shundoq sodda keladi. Endi bo'ladigan ish bo'ldi, singlim. Bundan keyin o'zingizga diqqat qilib, hargiz uning pul beradigan ishni qilmang. Uqdingizmi? Ma'qul. Hey, singlim. Ko'chadagilar har qismi gaplarni qiladi ekan. Bu ishlarning qanchiligi rost, qanchiligi yolg'on. Men kechdi Kerim bilan o'zim so'zlashib qo'yay. Yuring, singlim. Bizning uyga berib obdanroq paranglashaylik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yata qilamsizlar? Ha. Salayatga namoz chiqaring. Ha. Ma'qul. Tozim herib ketdik, ha? Yiroqdan kelgan o'xshamamsizlar? Ha, biz G'o'ljidan kelgan. Rosa bir aram yevalayli. Necha kunlik olsizlar? 10 kunlik. 1500 yuan. Ha. Mana pulni sanab oling. Bek yerib ketdim. Nechinchi qavat? Ikkinchi qavatga chiqsanglar bo'ldi. Ha. Juring. Kutkuchi. Oy, kutkuchi. Ha? Mana men. Yataqni ichirding, ha? Voyt! Adam ko'magandek. Hajab tikilib qarab ketdingiz-ku, xenim. G'o'ljidan kelgicha mashinada o'ltirib, yo'liqimiz chiqib ketdi. Chaqariq ishini ayting, ha? Sizlar ayolmi? Qandaq? Ayollarga o'xshamay turamdiq. Ishonmasangiz kinishkimizni ko'rsatib qo'yaylikmi-ya? Kechiring xenim. Yeningizdagi erdan xeyli kichik ko'rindi ekansiz. Shuni sizni singlisimikin deb qapdiman. Sizchi hozirgi davrni faqat tushunmaydi ekansiz. Yoshlar qaraganda cho'nglar ayollarga mehribon, kuyimchan, vafodor keladi. Shunga hozirgi davrning qizlari sapli qayerlarga tegayotmamdi? Bo'ldi, ishini
Ayakkı. Ayakkı mı ayakkı mı? Ya canım. Geldik bana. Yatak mı şu? Kütkice, şunu içirdim. İçirmediğin şık bu. Kadirligim sayda biz yaşayımız maşandık yaşayımız. Bolana işte gerek. Ademler nesli bu hava anamni Esli biz tigidin ham kırındaşı Kesilse tırnığı bir natvannin Tilinar şu haman yürek bağrını Hakiki insan barçige amallık asayişlikni götürür alemken gider mi zaman kimsen bilmem salaklık işini Axlat qatısığa tazlı qağazları toşup ketdi. Paks tazı etingcimi? Canım balam, ben mi bilmedim. Dadanla nelerde yürüydikin tam. Oçu soğudu kılımen dep çıkıp ketken. Ciyik bul tepep silay kiymep berdi. Bağçılağı apırıp oynadıdı. Tapşırık onlarını baldır işlep uxlanlar ha ballarım. Vay. Nurimanma, qandaqa ahvalım? Kim o? Men dostun Rabiye. Ha, Rabiye misin? Qandaqa ahvalın? Yaxshi. Nuriman, bu Erhudulla otursidagi ish bo'g'ashqa o'tganda sana rost gap qilmagan edim. Endi sening davomli xo'rlanishingga zodi taqat qilib turolmayman. Kechda mening yenimga kelgin. Sana bir fursat yaratib beray. Eringning sana qilgan vafosizligini o'z ko'zing bilan ko'rgin. Nim deydigansan? Bu gaping rostmi? Rost. Kechda cho'qim kel. Apa? Ne bo'ldingiz? Eshitdim.
Beşinimi bulmadım. Ay, bugün yağmur acayip qattiq yağdı. Shundaymi. Menga chiqay. Haras, Kerim aka, yiliq tari so'rin kutkish xotin bizni ko'sli olib yuriydi-ku. Voy tangay, men uqmadim. Nem bo'ldi ekan? 10 kunning yoqi uning qopiq faqatla ichilmaydi. U so'rin xotinni ko'rsamla, badanlarim tikanlashib ketadi-da. Political consultant 拿南瓜砸他，他说什么？未来新世纪，我们就来听一下明星们的麦。 The political consultant Sajide. Ha? 我们就来听一下明星们的麦。 Bugungi turmush filmlari alamatgan jumon. Men sizga soat 11 dan keyin mushundaq esli filmlarni qo'ydi degandim-ku. Voy. Karamatgin ularga emasmi? Voy-ey. Yotoqqa kirmayla, eyiqdak changal soldi ekansiz. Siz meni qachonga chaqmoq qilasiz? Men bekordan bekorga sizga xotin bo'ldi ekanman-da. Undaqmi deb ketmang Sajida. Men sizga itdagan hiliqi 30 gramlik bilag'zik, ha? Yana oliy darajali kiyim-kechaklar. Uni, buni og'zingizdan chiqqanini ipirvatyman-ku. Yana tek oltin uzuk. Medalyonlarni unutib qolmang. Voy aka, o'pish deganingizga qo'yningizga o'zimni assam bo'lamdi. Qushqash tutish uchunmi-chi? Bir siqim teriqning mardini kechmay bo'lmaydi. Yilimi 2 oydan beri saljidak chaplashqiningiz chaplashqan. 未来新世纪，我们就来听一下明星们的麦。 The political consultant 大家做股的分别是中数系，我们就来听一下明星们的麦。顺一系。未来新世纪，我们就来听一下明星们的麦。 Bugün kesini çın tut. Barlıq nasqılıqlarını işiltip, Kerim'nin pulunu qolga tushmagan hamon. Soytoshchilik sirki, heyliq o'rmonliqqa apa. Agar ishimizga daxli yetkazib, molni qo'ldan chiqarib qo'yadigan bo'lsang, men seni hargizmi bosh qo'yatmayman. Anladingmi? Jiningni olaman. Ey, Kerim aka, xapomang-a. Atdigan Guangzhoudan kelgan telefonni sizmi angladingiz-ku? Akam hozir necha top molni besib qo'yib, ikkimizni saqlayotdi. Biz endi ikki barmog'imizni burnimizga tiqib baramizmi? Savdo qilsam deydi ekansiz. Mushundaq fursatni qo'ldan berib qo'ydi ekansiz. Xotiningizdagi pulni qachon olasiz? Yoki bu savdoni qo'ldan berib qo'ygingiz bormi ya? Mening qo'rqig'im bor. Mushu vaqtcha bir ishning beshini tutib baqmadim. Ya u ish aplashmasa, ya bu ish aplashmasa. Haras. Saharda Guangzhoudan bir top mol keladi ekan. Bu savdoni qo'ldan berib qo'ysam bo'lmaydi-da. Bankadagi pulning hammasini olib chiqsam ish bitmadimi?
Pulni rostilla at eklalasizmi? Ekilaman. Vay. Demani vaqti telefon keldi kana. Vay. Akamma. İşlarning hammasi sen degandek bo'lyapti. Voy, tanish bilishlarni aran deganda 150 moyan topdim. Nima? Pul yetmaydi demsan? Men aytgan telefonda degandim-ku, Kerim akamdan 100 moyan qotadigan bo'ldi. Bilaman. Kim payini ko'p qassa, persent bo'yicha payini ko'p oladi. Nima? Ma'qul. Xotirjam bo'l. Ishlar chuqum sen degandek bo'ladi. Aytadigan Kerim akam pulni olib kelslar, ikkimiz yo'lga chiqamiz. Ma'qul. Xo'sh. Ha, angladim. Xotirjam bo'l. Xo'sh. Qarang, akam yana telefon qilibdi. Agar vaqtida bormasak, molni boshqalarga o'tkazib berdi ekan. Bo'ldilar. Men muncha kirib chiqay. Jiyinib chiqqandan keyin sizga deydigan tatliq gaplarim bor. Guangzhouning rayon nomeri emas. Bizning shaharning rayon nomeri turda. Hey. Hozirda telefon bergandim-ku. Yana nima ish? Boy yinada Kerim bor o'xshamdi, ha? Lekin har holda o'xshatdingmi? Faqat chonmidi. Hey. Sajida. Gap qilmaysan-ku. Hey. Sajida. Xroyin?
Kerim aka. Aşı zaslipas xotiningizning zodi qanchalik puli bordi? Deb bering ha. 300 mingga qo'ydi. Voy tangay. Ishqilib ikkimiz 40 ming yuandan ortiq pulni bak xajlab tugatdik. Akamning boy degan gaplarini angladingizmi? Kim payni ko'p qassa, shu paydani ko'p oladi. Shunga ayolingizning zibznatlarini ep chiqsangiz, u pulga yaraydi emasmi? Ha? Nuriba? Sasi pes xotinning puli. Altın buyumlarım lazım bolsa mana men keldim. Namussiz şermendiler. Diyonetsiz resmanlar. Mana bu şermendiler. Nuriman, beni geçirgin. Ben izittim. Ben azgın. Ben raslı azgın. Ben adam emas. Benim yüzümü kımısan mı? İki balımızla yüzüne kıran Nuriman. Ben adam emas. Ben işi. Ben hayvan. Azanıyım. Endi mening ismimni tilga elishingga huquqing yo'q. Rost. Sen bir odimiy hayvon. Bilib qo'y. Men sendan ayrilganim uchun yosh to'kayotganim yo'q. Faqat shuncha yillar pok ishqimni berib, dek ulug'lab, Makkadek ayıqanlığım uchunla o'rtanyapman. Nurima, beni geçirgin. Seningdek dili qariyib ketgan, vijdoni suyuq, yuragi yunda avrazlarga aylangan odam bilan bir yostiqqa boshqa yo'q, ikki farzandning onasi bo'lganligim uchun yig'layman. Sen turmaga kirib, hech nimadan g'aming yo'q yashadim, lekin menchi ikki qizim ham seni bo'yni qisilmasin deb men nima kunlarni ko'rmadim. Mening yoshligim kir yundullar bilan eqib tugadi. Sen buni bilamsan. İki qizim ham sening bo'yningni qisilmasin deb men nima kunlarni ko'rmadim. Nurima, beni geçirgin. Ben adam emas. Ben adam emas. Dünyada o'g'irlik, yolg'onchilik, qotillik eng cho'ng gunoh. Lekin men ularni kechirib o'tdim-ku. Aroq ichib, butun bir zavodga o't qo'yib o'tgandim-ku. Men seni kechirgandim-ku. Biroq sen mening g'ururimni dastandi qilding. Oyxon qilib chayladim. O'zingni bulg'ab, yuzimga mijozat suvdim. Ben seni qandoqmi kechiray? Endi seni kim deydigan tilim allaqachon kesildi. Ağlayotam sensin axur. Bu ablah. Yok, Nuriman. Herkes undaq qilma. Agar sen beni öldürmezsen, iki balımız seni nemi dep qala. Ben bilmem, sen hakikaten beybaha göğerdin. Lekin ben
bu göğede kadırga yetmedim. Ben endi qanday qilay? Esqana, adolatli yo'l qaysi? Bu jahon razillar tantana qiladigan jahonmi? Ah, seni nosog' bo'lmamdi. Endi bu xo'rliqlarga chidayolmayman. Faqatli chidayolmayman. Tuzkor ablah. Şuraya vurnandı. Unda qilma aka. Meni urma. İşte ablalığı evli birleşip beni neymi kımakçıdın? Ha? Senlerin maqsadi zadı neymi? Demse dememse? Ya buzuk gep kılamsa? Gep kıl davetimi. Gep kıl. Ablalığı evlen birleşip zadı neymi planlan tuzuştum? Ha? Zadı senlerin maqsadi neymi? Gep kılamsa gep kılmamsa? Ha? Gep kıl davetimi. Gep kıl. Zadı senlerin maqsadın neymi? İtamsa itmamsa? Gep kıl. İti. Zadı maqsadın neymitti? Zadı senlerin planın neymi? Gep kılamsa gep kılmamsa? Ha? Senin turmuşku keyip kılıp bu gep kılmaysan bu. Ha? Cevap ver davetime. Ha? Gep kıl. Bo'ldi, meni urma. Demeydiğin bulsun. Boğuzu bitimin. Menday, meni urma. Ablaka meni to'tay burunla. Sizning piyingizga tushishga buyurgan. Nima uchun? Ayolingizning puli uchun. Pulni nima qilishsa? Yeta davatime. Oxirini de. Gap qil. Ayolingizning qo'lidagi pulni elish uchun shunday qildim. Rost gapirma. Rost gap qildim. Bo'ldi. Meni urmang, bo'ldi. Boğup öldürürdüm. Bo'ldi, meni urmang. Meni urmang. Ettigen ki hem bayık telefon abladın geldi şundak mı? Gap kıla. Şundak. Bak bu sen sordu kalıp atkan. Sen pul tepu atkan nerse. Ye. Bunun temin titpak. Bunu ne yapır vermek ister? Saytaş çılgısıdaki kadimi ormanlıkla işçiye apırıp vermek istedim. Rasma! Ha? To'xtab. Sen ko'rdigan kuning bor.
Abla, köylülüğünü körsetmeydiğin bolsan. Aldırmaydır. Abladan hesaplı ip bulup senin o boğazını bitemez. Vay, sakçı idaresi mi? Nurima, menden azgın bende. Adili hayvan. Sahabe kazanını çıkan tuzkor. Mehmet'in gücü, büyük mahcup. Dostlarımın kahveydi, yiyişim çok oldu. Ballarımdan, kolum koşmularının yüzüge kaldı karayım. Mehmet, cümbür çelişip babam evret baksının yaşını dedi. Yaşımını düzük. Mama ölüm hakikat. Baba, kodum, kanatlarım. Ballarım, Nurima, beni elde keçirem. Nurima, Mehmet tuzkor münafık. Mehmet ademi hayvan. Nime? Kaçmakçı mı sen? Canım hadi. Bana içiniz ağrısın. Beni kutkuzuverin. Uxlap düşün resva. Berip şerikleringe haber yetkizmekçi mi sen? Men sileni 10 gündün beri küzüp kelyaptımın. Men Nuriman'ın en yakın dostu Rabiyem bolumen. Resva. Hadi. Men bir aileni veyran kıldım. Beni ursanız mı? Tanısanız mı meyli? Bu şermendi paskına. Ağzını yum. Sen bir aileni emez. Belki bütün cemiyetini veyran kılıvatsın. Beni koyuyordun. Sizge nemi gerek olsa şunu berey. Sen diyen kıroyun etkesçilerinin lanını işte. Sana ölüm hak. Canım hadi. Beni koyuversanızla. Bu pulun hemmisini sizge berey. Men ezip kaptım men. Şundaqtım o ayal kişinin koyaş edigen gap bağı. Bundaq sesik pullarını göğünge ketken. Mağıma amal yok. Canım hadi. Rahim kılın. Sendeki zehirli çayallağı herkes rahim kılması gerek. Senleygi rahim kıgallık öz balalarımızın kanını işken bilen beraber. Emdi ben kanda kılınan. Men allakacan sakçığı harakıp oldum. İyilillah barıdağın cayınға bar sen. Ay neymiş yoktu neymiş o kaldı. Nuriman'ın esni oldu da şu bak oldu ha. Ölüktü mü? Hey okudu. Ağzınızı çiğkap. Şalap tutuyor. Hoşuna ağlap kırıp tutunduruk oldu da idi. Ha şunda mı? Allah. Kırıyoruz yaxşı oldu ha. Emir kap geldi. Kaçalım kaçalım. Emir kap geldi. Emir kap geldi. Ha oldu. Toxta. Toxta. Günge erişkende acep bir şu Hayat falan bakmanda falan. İçeri köp çapa. Nertrolar. Çapsa apraylı. Nertrolar. Yola koşma. Yola koşma. Çapsan. Yol boşuna ha. Oylanlar.
Şoför. Haydan. Tezrak. Ben boğandım. Çapsan bununla. Doktorxana haydan. Tez bununla. Çapsan. Kapaş kutumda. Tez bu da tez. Bu münafık. Sen kaç yüzümle bu melli geldin. Nuri ben senin için az yapacaktım mı? Vurunla bu hayvanı. Bu hayvan. Vurunla bu hayvan. Bu yüzsüz. Bu adam bombaydıgan. Vurunla. Münafık. Bu münafık. Adam mı mısın sen? Abla, sen anlaydıgan bolsam, oğlum olmay gitmey. Malqini. Pulchi. Avval men malni ko'rib boqay. Pulni olib kel. Keladigan pulmi yoki kelmaydigan pulmi u? Malni akitandiq ya. Xotirjam bo'l. Odimim 5 minut qolmaylar ketdim. Odimimdan hargiz chatoq chiqmaydi. Abla! Sen malimi? Oy, qochaydi.
Ata! Ata! Ha? Atmamsan! Mana! nesliğu hava anamni Esli biz tigidin ham kırındaşvi Kesilse tırnığı bir natvannin Tilinar şu haman yürek bağrını Hakiki insan barçige amallık asayişlikni götürür alemken gider mi zaman gün sen bilin var savaplık işini